Вообще arzon gaplashyapman. Klientlar ko'ngliga qarabman-da, mana samarezlarni qaranglar. Qancha ko'pligini. Hello sir, how are you? Good, how about you? Hikmatullah. Yeah. Nice to meet you. So, Came to put the bed, right? yes, of course. Yes, sir. Come on Okay. Can I record for my social media? No problem. in. Yeah. Thank you so much. So, I think this box, right? Yeah, there's one upstairs already. I just gotta carry this one up here. Thank you. Sir. Okay. And this back. Oh, Xullas do'stlar, ikki etajli kravat yig'iladi mana shu yerga. Thank you, brother. of course, brother. Okay, let's have bring my children now start. Xullas do'stlar, korobkadan chiqarib olib yig'ib turib sizlarga ko'rsataman. Вообще arzon gaplashyapman. Klientlar ko'ngliga qarabman-da, mana samarezlarni qaranglar. Qancha ko'pligini. Mana qaranglar. Ko'pligini samarezlar. Juda ham arzonga gaplashyapman do'stlar. Hammayli. Do'stlar, ko'ringlar-chi. Yoqqan bo'lsa bitta like. Men bunga aytdim. Buni kiroshni ko'ringlar, to'sib qo'ygan mana seqonchig'i. Mana shu kravatini bu tomonga siljitsa, seqonchig'i bu tomonga qarab turardi. Yo mayli shunday qolaversin dedi. Lekin zo'r narsa ekan ballarga. Bunaqa kichkinalar bo'lsa osilib turgan narsalari bor ekan, buni ushlab chiqadiganlarni ko'ringlar. Asa zo'r narsa ekan. Xullas, ish topshiramiz, pulni olamiz, ketamiz. O'zi 7 da boshladim, 8:30, 9 bo'lyapti soat. Yeah, sure. You good? Gotta get the mattress for you downstairs. It's good, man. Thank you so much. Yeah, you're welcome. You like it, brother? I like it, bro. Thank you. Okay, you're welcome. Xullas do'stlar, buni sinab tashlaydigan bo'ldim. Yeah, sir, all done. Oh, thank you so much. Appreciate it. Yeah, I get it. Okay. I get it. Thank you. Thank you. I'll call you again for the other one. Appreciate it. Bye bye. Bye. Okay, bye bye. Bye bye. Mana do'stlar, hech qorong'uda post joylamagan ekanman do'stlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. YouTube'ga ham o'tib, podashka qilinglar. Hammaga rahmat. Ko'ryapman, YouTube ham ancha rivojlanib qoldi. Yaqinda monetizatsiya ishlaydi. Rahmat do'stlar.